Onangiz sizni hech qachon tashlab ketmaydi deb o'ylaysizmi? Dunyoda shunday dahshatli sovuq borki, u insonning nafaqat tanasini, balki vijdoni va onalik mehri kabi eng muqaddas tuyg'ularni ham taggacha muzlatib qo'yishi mumkin. Bu voqea sizning mehribonlik, xiyonat va insoniy matonat haqidagi barcha tasavvurlaringizni ostin-ustun qilib yuboradi. Eshitishga tayyormisiz? Unda chuqur nafas oling. Chunki bu hikoya yuragingizni parcha-parcha qilib tashlaydi. Vokzal Toshkentning shimoliy vokzali har doimgidek odamlar dengizi bilan gavjum edi. Dekabr oyining o'rtalari bo'lishiga qaramay, havo qahraton yanvarning eng shafqatsiz kunlarini eslatardi. Osmonni qop-qora zax bulutlar qoplagan. Vaqti bilan yuzga ignadek sanchiladigan mayda o'tkir qor uchqunlari yog'ardi. Odamlar qalin kiyinib olgan. Hamma o'z tashvishi, o'z hayoti bilan shoshib, bir-biriga e'tibor bermay u yoq bu yoqqa yugurardi. Kimdir poyezdga kech qolayotgan, kimdir og'ir sumkalarni sudrab, uzoq kutilgan qarindoshni kutib olayotgan edi. Ana shu behisob sovuqqon insonlar oqimi ichida bir ayol va kichkina bolakay, xuddi bu dunyoga begonalardek ajralib turardi. Ayolning ismi Shahnoza edi. Yoshi 30larda bo'lishiga qaramay, yuziga tushgan chuqur ajinlar va ko'zlaridagi so'nmas tubsiz mung uni ancha katta, hayotdan to'ygan ayolday ko'rsatardi. Uning egnida eskirgan, rangi o'chib yupqalashib ketgan palto, boshida esa sovuqdan himoya qila olmaydigan yupqa ro'mol bor edi. U bir qo'li bilan og'ir, eski kiyimlar solingan tugunni, ikkinchi qo'li bilan esa 6 yoshli o'g'li Begzodning muzlab borayotgan murg'ak qo'lidan mahkam ushlab olgandi. Begzod, bu bolakayning ko'zlari shunchalik beg'ubor, shunchalik toza ediki, unga qaragan har qanday tosh yurak ham bir lahzada erib ketishi kerak edi. Ammo bu shafqatsiz dunyoda uning ko'zlariga qaraydigan odam yo'q edi. Uning egnidagi kurtkasi juda yupqa, kuzgi, oyoqlaridagi botinkasi esa yirtilgan joydan qo'pol qilib yamalib, ichiga suv o'tib bo'lgandi. Sovuqdan uning kichkina burni va yonoqlari qip-qizarib ketgan, tishlari tinimsiz taqillardi. Lekin u zarracha injiqlik qilmasdi, yig'lamasdi. Chunki dunyodagi eng mehribon inson uning onasi yonida edi. Onasi bor joyda Begzod o'zini butun dunyodagi eng xavfsiz, eng issiq joyda his qilardi. "Oyi, qayerga ketyapmiz?" so'radi Begzod onasining qo'lini qattiqroq qisib. Uning mayin ovozi qahraton sovuqdan titrab chiqdi. Shahnoza to'xtadi. Uning tomog'iga xuddi mushtdek tugun tiqildi. Ko'zlarida yosh halqalandi. Lekin bolasiga qo'rquvni bildirmaslik uchun darrov yuzini chetga burib, yoshlarni yashirdi. "Qishloqqa boramiz, bolam. U yerda buvinikida issiq tandir non bor, qurt bor. Mazza qilib to'yib o'ynaysan." "Dadam ham boradimi?" deb so'radi bola ko'zlarida katta umid bilan. Bu beg'ubor savol Shahnozaning yorilgan yuragiga xuddi zaharli pichoq tepasidan sanchildi. Dada degan so'z uning hayotidagi eng katta dahshatni, qora qo'rquvni va cheksiz nafratni uyg'otardi. Begzodning o'z otasi Mehribon Murod avtohalokatda fojiali tarzda vafot etganiga 3 yil bo'lgandi. Shahnoza keyinchalik tirikchilik dardi va yolg'izlik azobidan qutulish ilinjida turmushga chiqqan ikkinchi eri Qodir esa haqiqiy inson qiyofasidagi iblis edi. Tinimsiz ichkilikbozlik, qimorbozlik, vahshiy shafqatsizlik uning kundalik odati edi. U murg'ak Begzodni o'gay deb, ko'ziga ko'rinsa, arzimagan bahonalar bilan har kuni ayovsiz urardi. Kecha-tun, o'sha mudhishgacha Qodir mast holda kelib, Shahnozaning tomog'iga sovuq pichoq tiragandi. "Yoki shu haromingni yo'qotasan, yoki ikkovingni ham shu pichoq bilan so'yib, hovlining burchagiga ko'mib tashlayman. Menga ortiqcha tamoq, ortiqcha yuk kerak emas." Shahnoza bugun ertalab uydan qochib chiqayotganda, qandaydir yaxshi hayot izlab emas, sof qo'rquv va chorasizlikdan qochgandi. Lekin qayerga boradi? Uning bosh urib boradigan yagona yeri yo'q edi. Qishloqdagi ota uyi allaqachon akalari tomonidan sotilib, pullari bo'linib ketgan. Qarindoshlari bu beva ayoldan va uning muammolaridan yuz o'girganiga ancha bo'lgan. Cho'ntagida esa poy biletiga umuman yetmaydigan, faqat 1-2 dona so'msa olishga yaraydigan chaqa-chuqalar qolgandi xolos. Ikkovlari uzoq yurishdi. Qor va izg'irin ularning yuzini savalardi. Ular vokzalning issiq, yorug' kutish zaliga kira olishmadi.
ichkariga kirish uchun albatta bilet yoki pasport tekshiruvi bor edi. Shahnoza esa politsiyadan kimdir uning hujjatsiz ekanini bilib qolishidan va eng yomoni Qodir topib olishidan o'lgudek qo'rqardi. Shuning uchun ular tashqaridagi perronga yaqin bo'lgan, lekin odamlar kamroq yuradigan pana burchagidagi temir o'rindiqqa borib o'tirishga majbur bo'lishdi. Temir o'rindiq xuddi ulgan muz bo'lagidek sovuq edi. Begzod o'tirishi bilan butun tanasi jimirlab titib ketdi. Shahnoza darhol bo'ynidagi eski, lekin biroz issiqlik saqlagan sharf ini yechib, bolaning tagiga muzdek temir ustiga to'shadi. "Oyi, qornim ochdi", dedi Begzod sekin, xuddi gunoh ish qilib qo'ygandek. U onasini xafa qilishdan, unga og'irlik tushishidan qo'rqib, har doim juda past ovozda tortinib gapirardi. Shahnoza titrayotgan qo'llari bilan tugunini ochdi. Ichidan gazetaga o'ralgan ikkita issiq somsa chiqardi. Bu somsalarni u vokzalga kelishdan oldin cho'ntagidagi oxirgi chaqalarga olgandi. "Mana bolam, ye, issig'ini, go'shtli somsa." Begzod somsani sovuqdan qotib qolgan mittig'il qo'llariga oldi. Somsaning hidi shunchalik ishtahalatarli, issiqligi shunchalik yoqimli ediki, ochlikdan madori qurigan bola shosha-pisha katta-katta tishlay boshladi. "Oyi, sizchi, siz yemaysizmi?" deb so'radi u, og'zi to'la ovqat bilan onasining yuziga xavotir bilan tikilib. "Men to'qman bolam, men boya senga bildirmay yeb oldim", deb yolg'on gapirdi ona. Aslida uning o'zining qorni ham ochlikdan burog'irdi. 2 kundan beri tomog'idan tuzukroq, issiqroq ovqat o'tmagan edi. Begzod shirin ishtaha bilan ovqatlanayotganda, Shahnoza uning sovuqdan qizargan yuz ko'zlariga termilib qoldi. Uning qop-qora qoshlari, uzun va qayrilma kipriklari xuddi rahmatli otasi Murodga o'xshardi. Xuddi o'sha nigoh. "Men nima qilyapman o'zi?" degan mudhish savol Shahnozaning miyasida chaqmoqdek urildi. Lekin ayni shu isyonkor uy bilan bir vaqtda ko'z oldiga Qodirning aroqdan qonga to'lgan yirtqich ko'zlari va qo'lidagi yaltiragi qassob pichog'i keldi. "Agar qaytib kelsang, ikkalangni ham bo'g'izlayman." Shahnoza tushundiki, agar u Begzodni o'zi bilan olib yursa, ular ko'chada ochlikdan va sovuqdan o'lishadi. Yoki izlab yurgan Qodir ularni topib olib, chindan ham pichoqlab tashlaydi. Agar shu yerda odamlar gavjum vokzalda qoldirsa-chi, balki mehribon biror yo'lovchi topar. Balki militsiya ko'rib qolib, issiq xonaga olib kirar. Keyin bolalar uyiga berishar. U yerda hech bo'lmasa issiq ovqat, issiq joy bor. Eng asosiysi, u yerda zolim Qodir yo'q. Bola tirik qoladi. Men uni qutqaryapman. Ha, faqat shunday qilsamgina u yashaydi. U o'zini qattiq ishontirishga urindi. Bu ko'p qizil o'zini oqlash, qo'rqoqlikni yashirish edi. Ammo shunga qaramay, ona yuragi qon yig'lab ezilib ketayotgandi. Begzod oxirgi somsasini yeb bo'ldi va yog'li qo'llarini onasining eski paltosining etagiga artdi. "To'ydim, rahmat oyijon, endi poyezdga chiqamizmi?" Shahnoza vujudi qaltirab chuqur nafas oldi. Hozir so'zlarni topib aytish kerak edi. "Begzod, bolam, menga qara." Bola katta-katta ko'zlarini onasiga qadadi. "Men hozir kassaga borib ikkalamizga bilet olib kelishim kerak. Sen shu yerda o'tirib tur, xo'pmi? Sumkalarni yaxshilab qo'riqla. Hech kim olib ketmasin. Qimirlama. Agar joyingdan jilsang, men seni bu katta olomonda topolmay qolaman." "Men ham boray siz bilan oyi", dedi Begzod joydan sapchib turib qo'rquv aralash. "Yo'q", Shahnozaning ovozi o'zi kutmagan holatda qattiqroq chiqib ketdi. Keyin darrov xatosini anglab ovozni mayinlashtirdi. "Yo'q bolajonim, u yerda kassaning oldi juda odam ko'p. Tiqilinch. Sen kichkinasan, o'rtada ezilib qolasan. Shu yerda o'rningda qimirlamay o'tir. Men hozir kelaman, juda tez kelaman." Shahnoza o'rnidan turdi. U ichida eski, yirtiq yamoq kiyimlar bor tugunni Begzodning yonida qoldirdi. Bu bolani va atrofni ishontirish uchun qilingan makkor, ammo chorasiz harakat edi. Axir qaysi ona o'zining yagona yuklarini tashlab ketardi? "Hozir kelaman deng, oyi", dedi Begzod onasining palto etagidan mahkam ushlab, ko'zlariga mo'ltirayib. Shahnoza egilib o'g'lining sovuqdan qotgan peshonasidan qattiq uzoq o'pdi. Uning quruq lablari Begzodning muzdek peshonasiga teganda, ayolning ichidan shunday faryod otilib chiqay dediki, u zo'rg'a o'zini ushlab qoldi. "Hozir kelaman bolam. Va'da beraman." "Men kutaman oyi", dedi Begzod ishonch bilan jilmayib. Shahnoza keskin orqasiga burildi va tez-tez qadam tashlab uzoqlasha boshladi.
U orqasiga qaramaslikka harakat qilardi. Sababi, agar bir marta qayrilib qarasa, o'g'lining mo'ltirab turgan ko'zlarini ko'rsa, albatta qaytib borishni, o'z niyatidan qaytishni aniq bilardi. U bir zumda qalin olomon orasiga singib ko'zdan yo'qoldi. Uzoqlashgani sari ko'z yoshlari yuzini, dudoqlarini yuvib tushardi. Kechir meni bolam, kechir jigarim. Bu faqat sening tirik qolishing uchun. Bosgan har bir qadami xuddi oyog'iga 1000 tonnalik tosh bog'lab qo'yilgandek cheksiz azobli va og'ir edi. Bekzod esa joyida jim o'tirib, onasi kirib ketgan odamlar oqimi tomonga ko'z uzmay qarab qoldi. Dastlabki 20 daqiqa tinch o'tdi. U o'zining murg'ak xayolida onasining hozirgina qo'lida ikkita chiroyli chiptani ko'tarib, unga qarab uzoqdan kulib kelishini tasavvur qilib o'tirardi. Keyin ular katta poyezdga chiqishadi. Ichida issiq choy ichishadi. Derazadan qorli dala adirlarini tomosha qilib ketishadi. Yarim soat o'tdi. Bekzodning kichkina oyoqlari jiddiy sovuqa boshladi. Yirtiq botinkadan kirgan namlik uning barmoqlarini muzlatib qo'ygandi. U oyoqlarini bir-biriga qattiq ishqalab istimoqchi bo'ldi. Qo'llarini esa kurtkasining yubka cho'ntagiga chuqurroq tiqdi. Vokzal hayoti o'z maromida davom etardi. Uning ro'parasidan yuzlab, minglab odamlar o'tib ketardi. Bir semiz, barvastaroq amaki o'zining yaltiroq katta chamadonini g'ildiratib o'tdi. Shoshilganidan bolaga qarab ham qo'ymadi. Bir yosh yigit qulog'iga quloqchin taqib olgancha musiqa tinglab, raqqosday tebranib o'tdi. Hech bir inson zoti temir o'rindiqda qahraton qaltiroqda o'tirib olgan yolg'iz, kiyimlari yupun bolaga zarracha e'tibor bermasdi. Hamma uni kimningdir bolasi, ota-onasi shu atrofda bilet olyapti shekilli deb o'zini tinchlantirardi. Bir soat o'tdi. Havo tobora sovib, kech tusha boshladi. Vokzalning katta chiroqlari yondi. Bekzodning kichik yuragiga birinchi marta dahshatli g'ulg'ula tushdi. Oyim nega buncha uzoq qolib ketdi? Kassada odam ko'pmi ekan yoki katta vokzalda adashib qoldilarmikin? U o'rnidan sakrab turib onasini qidirmoqchi bo'ldi. Lekin shu zahoti onasining qattiq tayinlagan gapi qulog'i ostida jarangladi. Agar joyingdan jilsang, men seni topolmay qolaman. Bekzod itoatkorlik bilan yana muzdek joyiga qaytib o'tirdi. U g'oyat aqlli va gapga kiruvchi bola edi. U onasini yo'qotib qo'yishdan, bu sovuq dunyoda yolg'iz qolishdan hammadan ham ko'proq qo'rqardi. Qor tobora kuchaydi. Shamol g'ullab vokzalning ochiq joylaridan aylanib kirar, suyak-suyakkacha yetib boradigan shafqatsiz sovuqni olib kelardi. Bekzod onasi tashlab ketgan eski tugunni bag'riga bosib, mahkam quchoqlab oldi. Tugundan onasining tanish, issiq, shirin hidi kelardi. Bu hid unga bir lahza bo'lsa-da taskin, umid berdi. Hozir keladilar. Mening oyim meni hech qachon tashlab ketmaydi. Soat tungi 9larga yaqinlashdi. Perondagi odamlar oqimi siyraklashib, faqat tungi reyslarga uzoq kutadigan yo'lovchilargina qoldi. Bekzodning murg'ak tanasi endi tinimsiz, kuchli qaltirar, tishlari bir-biriga urilib taqillardi. Bo'yi yegan bitta somsaning quvvati allaqachon tugagan, qorni yana ayovsiz ochib ketgandi. Lekin u bu haqda umuman o'ylamaslikka harakat qilardi. Butun e'tibori onasining qachon paydo bo'lishida edi. Uning ro'parasidagi bo'sh qolgan o'rindiqqa qayerdandir bir daydi. Yunglari kirlanib ketgan it kelib, xo'janak bo'lib yotdi. It ham qattiq sovqotgan, tumshug'ini dumi orasiga tiqib olgandi. Bekzod itga qarab, hatto unga havas kelib ketdi. Itning qalin, issiq yungi bor edi. Qaniydi mening ham shunday qalin po'stimim bo'lsa. Shu payt uzoqroqdan yelkasiga ratsiya taqqan bir politsiya xodimi sekin qadam tashlab o'tib ketayotganini ko'rdi. Bekzod o'rnidan turib unga qarab baqirmoqchi bo'ldi. Amaki, iltimos, oyimni topib bering, adashib qoldilar. Lekin birdan tilini tishladi. Butun vujudi qo'rquvdan muzladi. Onasi va hatto o'gay otasi Qodir doim uni qo'rqitardi. Militsiyadan uzoq yur, ular yomon bolalarni ushlab qamab qo'yishadi. Agar militsiyaga tushsang, seni yana o'sha badjahl Qodir dadangga qaytarib berishadi. Shuning uchun Bekzod boshni palto yoqasiga chuqurroq tiqib, o'zini qattiq uxlayotgandek ko'rsatib oldi. Politsiyachi rostdan ham qorong'i burchakda o'tirib qolgan kichkina bolaga e'tibor bermay, ratsiyasida birov bilan so'kinib gaplashib o'tib ketdi.
Tun yarmi bo'ldi. Vokzal hududi deyarli bo'shab qoldi. Faqat uzoq-uzoqdan teplovozlarning g'amgin, cho'ziq signal ovozlari eshitilar edi. Bu Begzodning qisqagina hayotidagi eng uzun, eng qo'rqinchli, umidsiz tun edi. Sovuq endi shunchaki terisini yondirgina qolmasdi, balki to'g'ridan-to'g'ri suyaklarni, iliklarni kemirardi. Ayniqsa oyoqlardagi hissizlik kuchayib, pichoq tortsa ham qon chiqmaydigan holatga kelib qolgandi. U yig'lamadi. Ko'z yoshlari ham muzlab, ko'zlarini ko'r qilib qo'yishdan qo'rqdi. U faqat o'z ichida lablarini qimirlatmay, tinimsiz takrorlar edi. Oyi, oyijon, hozir kelaman dedingiz-ku. Qayerdasiz, oyi? Nilufar. Shahnoza esa aynan shu vaqtlarda vokzaldan 5-6 kilometr uzoqlikdagi tashlandiq, xaroba bir binoning zax podvalida erkit, eski matras ustida o'tirib, og'zini qo'llari bilan yopgancha ovozsiz faryod chekar edi. U qaytib bora olmasdi. U o'zini o'z qonidan bo'lgan o'g'lining qotilidek, dunyodagi eng iflos mavjuddek his qilardi. Vijdon azobi uni tiriklayin g'ajirdi. Lekin vahima, politsiyaga tushish va Qodirning pichog'idan qo'rqish uning oyoqlarini zanjirdek bog'lab qo'ygandi. Erta tong otdi. Vokzal uzra qishning sovuq, kullang tongi o'tib kelayotgandi. Lekin bu tong Begzod uchun najot yoki yorug'lik emas, balki tasavvur qilib bo'lmas azob va qiynoq olib keldi. Tun bo'yi temir o'rindiqda mutlaqo qimirlamay o'tirgani uchun uning qo'l-oyoqlari butunlay uvishib, qonga to'yinmay, mutlaqo sezmay qolgandi. U ko'zini ochishga harakat qildi, lekin kipriklari muzlab, bir-biriga yopishib qolgandek edi. Zo'rg'a ko'zini ochdi. Hamma yoq oppoq qor. Kechasi bilan yog'ib chiqqan qor uning yubka kurtkasini, shapkasiz boshini va onasining yirtiq tugunini qalin, oppoq qatlam bilan butunlay qoplab olgan edi. U xuddi o'rindiqda o'tirgan qor odamga o'xshab qolgandi. Begzod shoshib-pisha, vahima bilan atrofga alanglab qaradi. Oyi, yonidagi hamma joy bo'mbosh edi. Faqatgina kechasi unga hamroh bo'lib yotgan daydi it ham tong sahardayoq o'ziga issiqroq joy qidirib allaqachon ketib qolgandi. Oyjon! U o'rnidan turib yugurmoqchi bo'ldi. O'ng oyog'iga tayanib oldinga engashdi, lekin oyoqlari unga mutlaqo bo'ysunmadi. Xuddi birovnikidek harakatsiz edi. U g'ub etib yuztuban yerga, qalin qorning ustiga yiqildi. Yiqilish og'rig'i unga unchalik bilinmadi, chunki butun tanasi sovuqdan hissiz, bir go'sht bo'lagiga aylanib ulgurgandi. U titrayotgan mitti qo'llari bilan yerni tirab, qiyinchilik bilan zo'rg'a yana o'rindiqqa sudralib qaytib chiqdi. Oyim hozir keladilar. Balki chipta olish juda qiyindir. Balki pul topolmay qolganlar. Men faqat kutishim kerak. Men kuchli bo'lishim kerak. Soat ertalabki 8 ni urdi. Vokzal hayoti yana o'zining jo'shqin va shovqinli maromida qaynay boshladi. Ishga shoshgan kishilar, sumkalarni yelkaga osgan talabalar, savdogarlar, hammollar, yana minglab odamlar Begzodning oldidan u yoqdan bu yoqqa o'tib ketardi. Bu dunyodagi eng dahshatli va yurakni ezuvchi manzara edi. Atrofda yuzlab ko'zlar bor, insonlar bor, lekin birortasi unga to'xtab qaramaydi. Bir payt Begzodning oldiga vokzal farroshi bo'lib ishlaydigan, ustiga zarg'aldoq nimcha kiyib olgan, qo'lida katta supurgisi va xokandoz ushlagan bir o'rta yashar ayol yaqinlashib keldi. Begzod umid bilan yalt etib unga qaradi. Balki shu xola oyimni ko'rgandir. Xola, dedi u kichirlab qaltirab. Farrosh ayol esa unga xuddi bir iflos narsani ko'rgandek chiranib, qoshlarini chimirdi. Qani, oyog'ingni ko'tarib tur. Tagini surpib olishim kerak. Qayerdan kelib qolgansanlar o'zi hammang? Hamma yoqni iflos qilib, tupib yotib olishni qara. Begzod ko'zlaridagi umid so'nib, indamay butun kuchi bilan uvishgan oyoqlarini yuqoriga ko'tarib turdi. U onasini so'rashga umuman ulgurmadi ham. Farrosh ayol qattiq supurgisini uning muzlab yotgan botinkasiga shafqatsizlarcha urib, to'zg'itib, o'zicha g'ildirab so'kinib o'tib ketdi. Begzodning shishib ketgan ko'zlariga issiq yosh keldi. Nega bu odamlar buncha yomon? Men axir hech kimga yomonlik qilayotganim yo'q-ku. Men axir yomon bola emasman-ku. Faqat oyimni kutayapman. Tushga yaqin ochlik azobi chidab bo'lmas darajaga yetdi.
Uning ro'parasidagi o'rindiqqa chipta kutayotgan semiz bir erkak va taxminan Begzod tengi issiq kombinezonlar kiygan, yonoqlari qizil o'g'li kelib o'tirdi. Erkak katta sayohat sumkasidan issiqligi ko'rinib turgan, qog'ozga o'ralgan pishiriq va somsa chiqardi. "Qani o'g'lim, yeb ol. Poyezimiz kelishiga hali ancha vaqt bor. Qorning och qolmasin", dedi erkak nihoyatda mehribonlik bilan. Boyagi issiq kiyingan bolakay somsani ishtaha bilan tishladi. Qovurilgan piyoz va yog'li go'shtning xushbo'y hidi butun atrofga taralib, Begzodning dog'iga qattiq urildi. Begzod og'riqli yutinib qo'ydi. U ko'zlarini o'sha bolaning qo'lidagi somsadan zarracha uzolmasdi. Semiz erkak Begzodning ularga och ko'zlarcha tikilib turganini sezib qoldi. Begzodning murg'ak qalbida yorug' umid uchquni yondi. Hozir amaki menga ham beradi. Bitta emas, yarimtasi bo'lsa ham. Yo'q, bir tishlamgina qoldig'i bo'lsa ham rahm qilib beradi. Lekin erkak farzandiga qarab qattiq ovozda dedi: "Teskari o'girilib ye bolam. U yoqda uysiz, kir bola senga qarab turibdi. Ovqat yeyishingda ishtahangni buzadi. Yuzingni o'gir." Bolakay darhol otasining aytganini qilib, Begzodga orqasini o'girib chapillatib chayashda davom etdi. Begzodning jajji yuragi xuddi shisha kabi chilparchin bo'ldi. U o'g'ri emasdi. U odamlardan pul so'raydigan tiranchi ham emasdi. U shunchaki 2 kundan beri tuzuq ovqat yemagan, muzlab borayotgan och bola edi. U titrayotgan qo'llari bilan o'rindiq yonida yotgan oppoq, toza qorni qismlab qo'liga oldi. Qor muzdek bo'lsa-da, u bu qorni og'ziga soldi. Shosha-pisha chaya boshladi. Qor og'zining haroratida erib suv bo'ldi. U qisman chanqog'ini bosdi. Qornini aldagandek bo'ldi. Lekin qorni ichiga tushgan muzdek suv uning ich-ichini, yuragini yanada qattiqroq muzlatib yubordi. Kechki soat 4lar. Begzod endi azobga chiday olmadi. U onasining "qimirlama" degan qat'iy buyrug'ini buzishga va qandaydir bo'lmasin najot izlashga majbur bo'ldi. Chunki uning bitta ongu, aqli shu ketishda davom etsa, o'lib qolishni borgan sari aniqroq his qilayotgandi. U bazor temir o'rindiqdan tushib o'rnidan turdi. Ochlik va qon aylanishining buzilishi tufayli qattiq bosh aylanishi ushlab, gandiraklab yiqilay deb ketdi. U uzoqroqda ko'ringan yorug' tayanch politsiya punktiga bormoqchi, haqiqatni aytishga qaror qildi. Yo'lida katta chamodon ko'targan, qimmatbaho mo'ynali palto kiygan bir ayol qo'lida telefon bilan kimdir bilan kulishib gaplashib ketayotgandi. Begzod holsizlanib, uning qimmat paltosining etagidan tortdi. "Xola", dedi u xirillagan, tomog'idan zo'rg'a chiqqan, yig'namsiraydigan ovozda. "Iltimos, oyimni yo'qotib qo'ydim. Menga telefon qilib bering-chi." Ayol birdan cho'chib tushdi va qimmat telefonini bag'riga mahkam bosib oldi. "Voy, nima qilyapsan? Tegma menga. Qo'yib yubor paltoyimni." Ayol Begzodni qattiq siltab itarib tashladi. Bola muvozanatini yo'qotib, qor ustiga yiqildi. Hozirgi yosh bolalar ham juda yomon o'rgangan, o'g'ri bo'lib ketgan. "O'g'irlamoqchi bo'ldingmi telefonimni? Harom, nonga zo'r, uyatsiz." "Yo'q, yordam so'ramoqchi." Begzod o'pkasi to'lib gapini oxirga yetkazolmadi. Ayol atrofga, peronga alangladi. "Yo'qol bu yerdan. Hozir militsiya chaqiraman. Qamatib yuboraman seni." Militsiya, qamatish. Bu so'zlarni eshitishi bilan Begzodning butun tanasini qo'rquv muzlatib yubordi. Yana o'sha o'gay otasi Qodirning tahdidlari qulog'ida jarangladi. "Politsiyaga tushsang, terini shilib olaman." U bor kuchi bilan yerdan turdi-da, oqsab-oqsab orqasiga qarab qochdi. O'zining yagona xavfsiz joyi deb bilgan temir o'rindiqqa, onasidan qolgan eski tugunning yoniga yetib kelib, yuztuban yiqildi. Uning kichkina yuragi shunchalik qattiq uryaptiki, ko'kragini yorib chiqib ketayotgandek edi. U mutlaq tushunib yetdiki, bu ulkan, shafqatsiz dunyoda unga yordam beradigan, rahm qiladigan bitta ham odam yo'q. Ularning hammasi faqat urishadi, so'kishadi, haydashadi. Faqat onasigina unga yordam bera oladi. Onasi esa negadir hamon kelmayapti. Ikkinchi tunning vahimali, o'lim zulmati boshlandi. Bu tun avvalgisidan ham 100 chandon sovuqroq, izg'irinliroq edi. Havo harorati -15 darajagacha tushib ketgandi. Begzodning tanasi endi qaltiramasdi. Qaltirashning to'xtashi
Bu inson tanasining oxirgi umidi uzilgani, organizm issiqlik ishlab chiqarishga bo'lgan barcha urinishlarni to'xtatgani va ajalga taslim bo'lganini bildirardi. Uning qo'llari, yuzlari, ayniqsa oyoq barmoqlari mutlaqo ko'karib, ba'zi joylari qorayib ketgan edi. Uning miyasi kislorod, issiqlik va oziq moddalar yetishmasligidan gallyutsinatsiyalar, turli xil saroblar ko'ra boshladi. Vokzalning xira chiroqlari uning sonnayotgan ko'ziga rang-barang, yorqin bayram chiroqlari bo'lib ko'rinib ketdi. Birdan u ko'z oldida qor parchalari orasida bir tanish kishini aniq ko'rdi. Baland bo'yli, yuzida mehr to'la tabassum bilan qarab turgan yosh, kelishgan erkak. Uning qo'lida Begzod azaldan orzu qilgan qizil rangli katta o'yinchoq mashina bor edi. "Dada", deb ichirlab qoldi Begzodning ko'karib qolgan lablari. Ha, bu uning 3 yil avval avtohalokatda fojiali tarzda o'lib ketgan o'z otasi Murod edi. Xayolida Murod unga qarab katta, issiq qo'lini cho'zdi. "Begzod, o'g'lim, pahlavonim, buncha qattiq sovqotib ketding-a? Yur, orqamdan ergash, uyingga ketamiz." "Dadam, lekin axir oyim meni shu yerda kutib tur, hozir kelaman deb tayinlagandilar-ku." "O'ying juda band, o'g'lim. U seni hozircha o'zimga ishonib topshirdi. Birga ketib turishimizni xohladi. Yurgin bolam, u yerda juda issiq uy kutib turibdi. Katta pechkada olov gumburlab yonib turibdi. Qorning to'yib ovqatlanasan." Begzod bu so'zlardan chin dildan jilmaydi. Uning yuzida 2 kundan beri qotib qolgan qo'rquv, azobli va alamli ifoda birdan yo'qolib, o'rnida yorug', baxtli tabassum paydo bo'ldi. U haqiqatdan ham otasi yordamli kelganiga ishondi. U mitti muzlab ko'kargan qo'lini havoga cho'zdi. "Dada, unda meni o'zingiz ko'tarib oling. Oyoqlarim umuman yurmayapti, og'riyapti." Aslida u vokzalning kimsasiz burchagida qora bo'shliqqa qo'l cho'zib, o'z-o'ziga gapirib turardi. O'tib ketayotgan 1-2 shoshqin yo'lovchi buni g'alati sirlik bilan ko'rib, bolaning mazasi yo'q shekilli yoki aqli zaif bo'lsa kerak deb o'ylashdi. Lekin to'xtab, hol so'rashmadi. Bu tibbiyotda gipotermiyaning, ya'ni inson tanasi muzlashning oxirgi, eng dahshatli bosqichi hisoblanardi. Bu bosqich paradoksal yechinish deb atalardi. Inson miyasi o'lim muzlash oldidan signallarni adashtirib yuboradi va odam o'zini jazramada qizib ketgandek his qilib, ustidagi kiyimlarni yechmoqchi bo'ladi. Begzod ham ich-ichidan go'yo qizib ketayotgandek bo'ldi. U qiynalib kurtkasining tugmasini yechmoqchi bo'ldi. Lekin barmoqlari shunchalik muzlab qotgan ediki, ular umuman ishlamadi. U holsizlanib yana o'rindiqqa yon boshladi. Uning qo'li onasining o'sha eski kiyimlar solingan yirtiq tuguniga borib tegdi. "Oyijon, men dadam bilan ketdim. Iltimos, mendan xafa bo'lmang. Sizni juda yaxshi ko'raman." U og'izi bilan pichirlab ko'zlarini yumdi. Uning qiyin nafas olishi borgan sari sekinlashdi. Yurak urishi daqiqasiga 30 ga, keyin 20 ga qadar pasaydi. Vokzalning katta minori soati tungi 3:00 ni ko'rsatib turardi. 3-kunning ayozli, mudhish tongi o'tib kelayotgan edi. Ammo bu 3-kun Begzod uchun endi hayot kitobida yo'q edi. Uning u aqli allaqachon mudhish qorong'ulikka o'chgan, qoni qotgan. Tanasi esa oddiyga inamuz bo'lagiga, haykaltaroshning toshdan yo'ngan haykaliga aylanib ulgurgandi. Uzun temir o'rindiqda xuddi ona qornidagi homiladek xo'janak bo'lib jonsiz yotardi. Ustidagi qor qatlami yana qalillashgan, uni deyarli to'liq ko'mib yuborgandi. Ayni shu vaqtda vokzalga yosh, chiroyli va serg'ayrat talaba qiz Nilufar yugurib kirib keldi. U tibbiyot institutining 4-bosqichida a'lo baholarga o'qirdi. Bugun juda muhim, hal qiluvchi amaliyot imtihoni borligi uchun odatdagidan ham erta turgandi. Ammo kutilmaganda shahar markaziga boradigan yagona avtobusga kechikib qolgan. Shuning uchun boshqa yo'l bilan aylanma elektrichkaga chiqmoqchi bo'lib, vokzalga shoshib kelgandi. Nilufar qo'lida qalin konspektlarni ushlab, soatiga asabiy qarab, perronda shoshib yurib borayotganda, kutilmaganda ko'zi uzoqroqdagi chekka burchakda turgan yolg'iz temir o'rindiqqa tushdi. Dastlab u ham hamma qatori vaqt tiqizligida e'tibor bermay o'tib ketmoqchi bo'ldi. Lekin qandaydir ichki hissiyot, nimadir uni taqqa to'xtatdi. Bu nima edi? Bo'lajak shifokorning kasbiy sezgisimi yoki toza, sof insoniylik tortdimi?
U o'rindiqda yotgan, qor ostida qolgan eski kiyimlar uyumi orasidan chiqib turgan qandaydir g'alati shaklni ko'rdi. Yaxshilab tikilib qaradi. Bu kichkina, rangi tim qorayib ko'p tushga kirib ketgan inson qo'li edi. Ha, bu kattalarning qo'li emasdi. Bu kichkina bolaning 5-6 yoshli murg'akning jonsiz, qotib qolgan qo'li edi. Nilufar kitoblarni qorga tashlab yorib, o'sha tomonga qanday yugurib borganini o'zi ham sezmay qoldi. "Qo'y bola, tur o'rningdan." U titrayotgan qo'llari bilan bolaning ustidagi qalin qorni shosha-pisha supurib tashladi va Begzodning botib qolgan yuzini ko'rdi. Nilufar dahshatdan qattiq qichqirib yuborishga bir bahya qoldi. Bolaning yuz-ko'zi xuddi o'lik mumdek oppoq oqargan, lablar qop-qora, yopiq ko'zlarining uzun kipriklari oq muz bilan qoplangan edi. U qandaydir soniyalar ichida darrov qalin qo'lqopini yechib tashlab, muzdek barmoqlarini bolaning bo'ynidagi uyqu arteriyasi ustiga qo'yib, tomir urishini ushlab ko'rdi. Tomir urishi mutlaqo yo'qdek tuyuldi. U nafasni ichiga yutib, yana kutdi. Yo'q, bor. Bor, juda zaif. Xuddi ingichka, uzilib qolayotgan iptaqdek zo'r urib turibdi. Lekin urib turibdi. U tirik. "Odamlar, yordam beringlar" deb qattiq vokzalni buzib baqirdi Nilufar. "Kim bor? Tezroq yordam chaqiringlar. O'lib qoladi hozir." Uning jon holatdagi chinqirig'idan atrofga shoshilayotgan odamlar yig'ila boshladi. Boyagina bu muzlagan, go'yo axlat uyumi deb o'tib ketgan o'sha xudbin odamlar endi uyalmasdan aqlli telefonlarni chiqarib, bu dahshatli manzarani tasvirga ola boshlashdi. Voy bechora, kimning farzandi ekan, olib qolibdi-da. Ota-onasi qayerga qaraydi? Nilufar g'azabdan yuzlari qizarib ketdi. "Videoga olmanglar, ifloslar. Telefonni qo'yib, tez yordamga qo'ng'iroq qilinglar. Tezroq." Amaki, qarab turma, qalin kurtagingizni bering, bola muzlab o'lyapti. Uning qat'iy o'qirishidan bir o'rta yashar erkak uyalib ketib, darhol qalin kurtkasini yechib berdi. Nilufar o'nsiz toshdek qotgan Begzodni kurtkaga ehtiyotkorlik bilan o'radi. U yuzaki massaj qila boshladi, lekin juda katta ehtiyotkorlik bilan. Tibbiyotda o'qigani uchun u juda yaxshi bilardi. Uzoq vaqt qattiq muzlagan tanani birdaniga qattiq ishqalash yoki issiq suvga tiqish aslo yaramas. Unday qilsa, murtlashgan qon tomirlari chil-parchin bo'lib yorilib ketadi va ichki qon ketishdan inson o'sha zahotiyoq halok bo'ladi. Tez yordam mashinasi haqiqatdan ham tez. Atiga 10 daqiqada sirenalarni chalib yetib keldi. Mashinadan tushgan yoshi katta, tajribali reanimatolog vrach bolani bir qarab ko'zdan kechirdi va umidsizlik bilan chuqur xo'rsinib boshini chayqadi. Ahvoli o'ta og'ir, hatto umid yo'q darajada og'ir. 3 yoki 4 darajali sovuq urish. Tana harorati kritik tushib ketgan. Bolakay chuqur komada. Begzodni ehtiyotkorlik bilan zambilga solib, tez yordam mashinasiga yuklashdi. Nilufar ham o'zining hayotiy imtihoni haqida butunlay unutib, qor ustida qolib ketgan konspektlariga ham qaramay, ular bilan birga mashinaga chiqib ketdi. Mashina sirenalari tonggi shaharni teshib yuborgudeklab, maxsus yashil chiroqlarni yoqib, kasalxona tomon uchib ketdi. Operatsiya. Kasalxonada bolalar reanimatsiyasi bo'limi butunlay oyoqqa turdi. Jarrohlar va hamshiralar Begzodning kiyimlarini qaychi bilan qirqib olishga majbur bo'lishdi. Chunki nam kiyimlar tanasining terisiga go'sht bilan qo'shilgandek yopishib qolgandi. Qo'l-oyoq barmoqlari shunday ko'p qora tushib ketgandiki, buni ko'rgan ko'z chiday olmasdi. Bu qorason nekroz, to'qimalar hujayralarining qaytarib bo'lmas darajada o'lishi allaqachon boshlanganidan dalolat berardi. Zudlik bilan termoregulyatsiyani sun'iy tiklashimiz kerak. Issiq eritmalar, kapelnitsalar qo'ying, qon aylanishini ushlab qoling, deb qattiq buyruq berdi reanimatsiya bo'limi mudiri. Doktor, uning bitta oyoqlari qop-qoraku, saqlab qola olamizmi bu pahlavonni? Dedi yoshgina hamshira chiday olmay yig'lab yuborib. Doktor og'ir xo'rsinib, ko'z oynagini yechib artdi. Hozir bizning eng birinchi va yagona maqsadimiz faqat va faqat uning jonini, miyasini saqlab qolish. Nilufar esa amaliyot kiyimida koridorda muzdek yerga o'tirib olgancha tizzasini quchoqlab tinimsiz Xudodan duo qilar edi. Ko'z yoshlari yuzini yuvar edi. U bu muzchagina bolani umuman tanimasdi. Kechagacha uning borligini ham bilmasdi. Lekin uning ojizgina jussasi, bechora taqdiri qizning mehr yuragiga to'g'ridan-to'g'ri bir umrga muhrlanib qolgandi. Oradan ancha vaqt o'tib, reanimatolog qo'rg'in qiyofada eshikdan chiqdi. Qizim,
Bu bolani qordan sen topib oldingmi? Ha, doktor, men. Aytingchi, u yashaydimi? Tirik qoladimi? Yuragi juda zaif, boshqa a'zolari ham. Organizm mutlaqo o'zini o'chirish rejimiga o'tib qolgan. Tana harorati zo'rg'a ko'tarilyapti. Lekin meni hayratga solgan bir narsa bor. U behush bo'lishiga qaramay alagrayapti. Tinimsiz bir nimani ming'irlayapti. Nimani aytyapti, doktor? Faqat bitta so'zni zardob yutgandek takrorlayapti. Oyi, kelaman dedingiz-ku. Qayerdasiz, oyi? Affirmatsiya xonasida katta yorqin chiroqlar yondi. Bosh jarroh boshini egib og'ir gap aytdi. Afsuski, chap oyog'ini umuman saqlab qolishning iloji qolmadi. Chuqur gangrena boshlanib, to'qimalar butunlay zaharlangan. Tizadan pastini aynan bugun, hoziroq kesishimiz shart. Bo'lmasa zahar qonga o'tib, ertagacha butun tanaga tarqaladi va bolani 100% yo'qotamiz. Eshik ortida o'tirib bu mash'um so'zlarni eshitgan talaba qiz Nilufar yuzini devorga bosgancha dod solib yig'lab yubordi. Yo'q, iltimos doktorlar. U axir endigina 6 yoshda-ku. Qanday qilib bir umrga bir oyoqli nogiron bo'ladi? Yana boshqa chora izlanglar, yolboraman. Lekin tibbiyot qonunlari shafqatsiz va rahimsiz. Operatsiya 4 soat tinimsiz davom etdi. Mohir jarrohlar bolaning kichik hayotini o'lim panjasidan sug'urib saqlab qolishdi. Lekin buning to'lagan o'ch narxi u uchun juda qimmat bo'ldi. Bekzod aziz jonini saqlab qolish uchun o'zining chap oyog'ining boldiridan pastki qismidan va o'ng oyog'ining qorayib ketgan 3 ta mitti barmoqdan abadiy ajraldi. U endi hech qachon tenglari kabi chopib yura olmasdi. Bir qism. Hukm Shahnozani kunlariga temir kishi oyoqlariga zanjir taqilgan holda maxsus militsiya mashinasida kasalxonaga olib kelishdi. U tergovchilarga yo'l bo'yi yalinib, hech bo'lmasa uzoqdan bolasini bir marta ko'rishni, u bilan xayrlashishni so'ragandi. Mayli, uni qamoqqa olib ketishdan oldin ko'rsatinglar, dedi tergovchi Farhod achinib va ayni paytda jahli bilan. O'z qilmishining mudhish oqibatini o'z ko'zi bilan ko'rsin bu toshbag'ir ayol. Shahnozani reanimatsiya bo'limining katta oyna eshigi oldiga sudrab olib borishdi. U yuzini sovuq oynaga bosib ichkariga qaradi. O'sha yerda oq choyshabga o'ralgan, har xil pichnaydigan apparatlarga, naychalarga ulangan kichkina, ojiz vujudni ko'rdi. Choyshabning pastki qismiga e'tibor berdi. O'ng oyoq tarafi ko'tarilib turardi, lekin chap tomoni mutlaqo tekis, bo'mbosh edi. Oyoq yo'q edi. Shahnoza bir lahzada hamma narsani tushundi. Ko'ziga qon to'lib qattiq qichqirgancha hushidan ketib, muzdek kafega chalqancha yiqildi. U aynan o'sha mudhish lahzada ruhan 1000 marta tirilib, 1000 marta o'ldi. U bolasi chindan ham tirik qolishi uchun Xudodan tinimsiz duo qilib so'ragandi. Lekin uni o'z qo'li bilan nogiron qilib qo'yganini, qulupsiz xofasaga solganini endi anglab, o'zini, o'z onaligini abadiy la'natladi. Zolim o'gay ota Qodir esa bu vaqtda o'zining iflos uyida eski divanda yotib, aroqni paqillatib ichib, baland ovozda televizor ko'rib yotardi. U xotini Shahnoza va arzimas o'gay o'g'li qayergadir qochib ketgan, mendan mutlaqo qutulib, qorasi o'chdi deb o'ylardi va bundan benihoya xursand, kayfiy chog' edi. Lekin to'satdan eshik gumburlab taqilladi. Bu safar mahalla posboni yoki bezovta qo'shnilar emas, qora niqobli, maxsus omma guruh edi. Shu kuni tergovchi Farhod Qodirning qulog'iga sovuq pichirladi. Shahnoza hamma narsani birma-bir aytdi. Tahdid qilganingda o'sha qassob pichog'ini qayerga yashirib qo'yganingni, qachon va qanday urganingni, hammasi. Barcha dalillar, guvohlar bor. Sen endi bu xaroba uyingdan faqat uzoq yillik qamoqqa chiqadigan joyga ketasan. Oradan 1 oy o'tib, sud zalida hukm o'qildi. Shahnozaga 4 yil qat'iy rejimli koloniya va onalik huquqidan umrbod mahrum qilish. Qodirga esa o'g'irlashtiruvchi holatlarda qiynoq va zo'ravonlik moddasi bilan 8 yil qat'iy qamoq. Adolat qandaydir ma'noda baribir qaror topdi, lekin Bekzodning kesilgan oyog'i hech qachon qaytib kelmasdi. Yangi hayot. Bekzod og'ir kasalxonadan chiqqan kuni bahorning ilk iliq kunlari edi. Hamma yoqda kurtaklar yozib, tabiat shirin uyqusidan uyg'onayotgan qushlar sayrardi. Ammo Bekzodning yorilgan qalbida abadiy, hech qachon ketmaydigan izg'irin qish qolgandek edi. Nilufar uni gul ko'tarib, o'z uyi, o'z oilasi bag'riga olib keldi. Nilufarning ota-onasi darvoza oldida peshvoz chiqib kutib olishdi.
Onasi nogironlar aravasida boshini egib o'tirgan, bitta oyog'i tizzasidan yo'q bo'lgan rangpar va ozg'in bolakayni ko'rib chiday olmadi. Qo'nqirab yig'lab yubordi. U darhol yugurib borib, Murg'ak Begzodni aravasi bilan qo'shib bag'riga qattiq bosdi. Kela qol bolam, o'z uyingga xush kelibsan. Bu endi faqat sening o'z uying. Begzod esa jim, sado chiqarmasdi. U shu mudhish kasalxona hayotidan so'ng mutlaqo kamgap, odamoviga aylanib qolgandi. Uning ko'zlarida yosh bolalarga xos shiddatoqlik o'rnini katta, yetuk va hayotning zarbasini yegan insonlarga xos og'ir ming egallagandi. Uni eng yorug', quyosh tushadigan chiroyli xonaga joylashtirishdi. Yumshoq bahoriy karavot, ko'plab chiroyli o'yinchoqlar, yangi va issiq kiyimlar uning ixtiyorida edi. Lekin Begzod bularning birortasiga qiyoqqa ham boqmasdi. U kun bo'yi deraza yoniga borib, aravasini oynaga qadab, ko'chaga jimgina tikilib o'tirardi. Ko'chada bolalar baqir-chaqir qilib futbol o'ynashar, tez yugurishar, sakrashar, yiqilib tushib yana kulib turib ketishardi. Begzod esa hayotida endi hech qachon shunday erkin yugura olmasligini, shamoldek ucha olmasligini butun achchiq haqiqati bilan tushunib yetgandi. U o'zining bo'mbosh, kesilgan oyog'iga qarab, mitta mushtlari bilan tizzasiga qattiq urib yig'lardi. Nega aynan men shunday bo'ldim? Nilufar esa eshik tirqishidan pinhona qarab, bu yurakni ezuvchi manzarani kuzatar, o'zi ham og'zini to'sib yig'lardi. Begzod, dedi u ko'z yoshlarini artib, qat'iy ovoz bilan xonaga kirib kelib. Bilaman, hozir senga juda qiyin, juda alamli. Lekin biz bu sinovni birga yengamiz. Eshityapsanmi? Ertaga ertalab senga maxsus protez, sun'iy oyoq o'lchab va yasatish uchun markazga boramiz. Sen albatta yana yurasan. Men senga so'z beraman. Temir oyoq bilan? Deb so'radi Begzod umidsiz ko'zlarida yosh halqalab. Men xuddi kinoday robot bo'lib qolamanmi? Yo'q, robot emas. Sen temir odam bo'lasan, dedi Nilufar mehribonlik bilan jilmayib uning yoshlarini artib. Temir odam axir eng kuchli, eng zo'r qahramon-ku, to'g'rimi? Prozga o'rganish, yurishni boshdan o'rganish jarayoni bolakay uchun haqiqiy do'zax sinovi bo'ldi. Kesilgan joy, chok o'rni hali oxirigacha bitmagan. Teri o'ta nozik edi. Protezning qattiq plastmassa qismi o'sha nozik teriga ishqalanib yomon botardi. Tashlangan har bir qadam, og'irlik tushgan har bir soniya, xuddi go'shtining ichida o'tkir pichoq aylanayotgandek chidab bo'lmas darajada og'riq berardi. Begzod chiyillab yig'lardi. Asabiylashib og'ir protezni yechib devorga otib yuborardi. Kiymayman, og'riyapti, kerak emas menga bular. Aravada yuraveraman. Nilufar esa bu onlarda u bilan ko'rib yig'lamoqchi bo'lardi. Ammo zohiran o'ta qattiq quloq turishga, qat'iy bo'lishga majbur edi. Kiyasan Begzod. Olib kel, kiyasan, hoziroq. Agar hozir shu ozgina og'riqqa chidab yurmasan, bir umr qolgan hayotingni aravachada ojiz bo'lib o'tkazasan. Qani, mening aytganimni qil. Tur o'rningdan. Nilufar o'qishdan yoki ishdan charchab qaytgach, har kuni kechqurun yarim tungacha Begzod bilan maxsus mashqlar qilardi. Uyning uzun koridori bo'ylab bir qadam, yana bir qadam. Qaddingni tik tut, yerga qarama. Oyog'ingga ishonib qadam bos. Begzodning butun tanasi terga botar, pastki labini qonaguncha tishlab, tishni tishiga qo'yib zo'r yurar edi. Muvozanat yo'qolib, yiqilib tushardi. Sog'lom tizzalari polga urilib qonar edi. Lekin Nilufar yugurib borib uni turg'izmasdi. O'zing tur. Sening yoningda doim men bo'lmayman. Sen kimsan? Sen erkaksan. O'zing turgin. Bu oddiy odamning ko'ziga vahshiylik, shafqatsizlik bo'lib ko'rinishi mumkin edi. Lekin aslida bu tom ma'nodagi kelajak uchun qilingan eng oliy haqiqiy sevgi edi. Nilufar juda yaxshi bilardiki, agar hozir unga rahm qilib yupatib o'tiraversa, bola bu shafqatsiz hayotning ilk qiyinchiligidayoq sinib qoladi va hech qachon mustaqil yura olmaydi. Oradan na 2 oylik tinimsiz azobli mehnat o'tib, Begzod qisqa tayoqchalar yordamida, umuman hech kimning yordamisiz mustaqil ravishda yura boshladi. Garchi u har qadamda silkinib, chuqur oqsoqlanib yursa-da, bu ularning ikkovlari uchun eng katta olamdagi g'alaba edi. Tanlov. Nilufar bu vaqt ichida o'qishini imtiyozli diplom bilan bitirib, malakali shifokor bo'lib ishlayotgandi. Uning uzoq yillik unashtirilgan yigiti
bo'lajak turmush o'rtog'i Jasur bor edi. Yoshlarning to'yi shu kelayotgan kuzga belgilangandi. Lekin Jasurning onasi Nilufarning yetim bolani, ustiga ustak bir oyog'i yo'q nogironga vasiylik olganini eshitib, qiyomat janjal ko'tardi. Bir kuni yomg'irli oqshomda Jasur Nilufarning uyiga mashinasida yetib keldi. Ular ko'chada qorong'i daraxt panasida yuzma-yuz gaplashdi. "Nilufar", dedi Jasur, yerga tepib ko'zini olib qochib. "Onam oxirgi qat'iy shartni qo'ydi. Yoki sen u nogiron bolani zudlik bilan yetimxonaga, davlatga qaytarib topshirasan, yoki bizning to'yimiz, munosabatimiz bekor bo'ladi. Meni to'g'ri tushun, biz hali o'ta yosh oilamiz. Nogiron begona bola bizning yelkamizda juda katta, ortiqcha va keraksiz yuk bo'ladi. Odamlar, qarindoshlar nima deydi ertaga? Jasur birovning ko'chada qolgan tashlandiq bolasini boqyapti deb ustimdan kulmaydimi?" Nilufar Jasurning yuziga qarab, xuddi umrida birinchi marta ko'rayotgandek uzoq va jim tikilib qoldi. "Seningcha, Begzod bir buyumday, senga ortiqcha yukmi? U tirik, qalbida o't bor inson. Men u bolani qorning tagidan, o'lim yoqasidan sug'urib oldim. Endi qanday qilib uni umidlantirib qo'yib, yarim yo'lda yana axlatday tashlab ketaman? Uning o'sha sotqin onasi Shahnozadan nima farqim qoladi mening? Men insonman, shifokorman axir. Lekin bizning baxtimizchi? Sening kelajaging nima bo'ladi u bilan? Mening kelajagimda senga o'xshagan vijdonsizlikka, xudbinlikka mutlaqo o'rin yo'q", dedi Nilufar ko'zida yosh bilan. U barmog'idagi tillavzukni asabiy yulib yechdi. "Ma, ol o'zingni Jasur. Onangga mendan salom ayt. Men o'z tanlovimni qildim. Men hayotdagi eng og'ir yukumga ega chiqaman va u bilan qolaman. Sen esa hech qanday yuki va dardi yo'q baxtli hayotingga yo'qol." Jasur indamay uzuqni cho'ntagiga urib mashinasiga o'tirdi va changitib ketib qoldi. Nilufar zarracha afsuslanmadi, yig'lamadi. Uyga kirib, to'g'ri Begzodning issiq xonasiga kirdi. Bola o'zining sevimli kitobini quchoqlab, shirin uxlab yotardi. Nilufar egilib uning peshonasidan uzoq o'pdi. "Sen mening o'z o'g'limsan. Men seni dunyodagi hech kimga, hech narsaga alishmayman, pahlavonim." Qamoqda o'sha yillarda Zanvota ayollar qamoqxonasida Shahnoza qamoqxonaning kiyim-kechak tikuv sexida eng og'ir, eng ko'p normadagi ishni bajarardi. Lekin kamdan kam bo'ladigan bo'sh vaqtlarda, hamma uxlayotgan kechalari u yashirincha qolgan jun iplardan kichkina paypoqchalar to'qirdi. Qalin, issiq, yorqin rangli paypoqlar. Uning kameradoshi, yoshi o'tib qolgan ayol taajjublanib so'radi: "Shahnoza, senga qoyil qolaman-da. Kimga tinimsiz paypoq to'qiyapsan o'zi? O'g'lingami? Baribir u yerga o'g'ling qo'liga yubora olmaysan-ku bularni. Huquqing yo'q-ku." Shahnoza og'usida yurakdan ezilib xo'rindi. "Bilaman, yubora olmayman. Lekin o'sha la'natlangan kunda vokzalda uning kichkina oyoqlari muzlab qolgandi. Men qochib ketayotib, unga shu issiq paypoqlarni kiydira olmagandim. Endi esa mening aybim bilan uning bir oyog'i umuman yo'q. Men shuning uchun faqat o'ng oyoqqa mos qilib, chap oyog'iga yo'q, bor bo'lmagan oyog'iga paypoqlar to'qiyapman. Balki shunday qilsam, uning uzoqdagi o'sha muzlagan ruhi biroz bo'lsa-da isinar." Shahnoza har oy boshida ko'z yoshlariga botib, o'g'liga uzun xatlar yozardi. "Salom, mening yagona jonim, Begzod jonim. Bugun havo sovuq, oyog'ing, choklaring og'rimayaptimi? Ovqatingni vaqtida to'yib yedingmi? Meni kechir demayman senga bolam. Chunki mening bu qabih jinoyatimni kechirib bo'lmaydi. Lekin faqat shuni bilki, men har kuni ertalab sening ismingni aytib yig'lab uyg'onaman." Lekin u bu xatlarning birortasini pochtaga bermasdi. Konvertga solib, yostig'ining tagidagi qutichasiga yig'ib qo'yardi. U meni shunchaki o'lib ketgan, yo'q bo'lib ketgan deb o'ylagani o'zi uchun yaxshi. Men uning hayotiga faqat azob, fojia va nogironlik olib kirdim xolos. 5 yil o'tdi.
Vaqt barcha yaralarni davolaydi deyishadi. Begzod endi 11 yoshga to'lgan, o'zirin bola bo'lib shakllangandi. U maktabda 5-sinfga ko'chdi. Endi o'z protezida juda dadil, ishonch bilan yurardi. Hozirgi protezi ilgargidek beso'naqay emas, zamonaviy va yengil edi. U ustidan kengroq shim kiyib olganda, uning nogiron ekanligi atrofdagilarga deyarli bilinmasdi ham. Nilufar bu vaqt ichida o'qishini imtiyozli diplom bilan bitirib, malakali shifokor bo'lib ishlayotgandi. Turmushga chiqmadi. Hayotini, bor yoshligini va mehrini faqat Begzodning kelajagiga sarfladi. Begzod maktabda a'lochi, juda intiluvchi o'quvchi edi. U ko'p vaqtini kitob o'qish bilan o'tkazadigan, o'z yoshiga nisbatan o'ta aqlli va jiddiy yigit bo'lib o'sdi. Lekin eng achinarlisi shundaki, uning maktabda birorta ham yaqin do'sti yo'q edi. Bolalar, ayniqsa maktab bolalari, ko'pincha juda shafqatsiz va toshbag'ir bo'lishadi. Ular Begzodning holatini bilib, uni orqasidan va ba'zan yuziga qarab temir oyoq, choloq yoki kino qahramonidek Terminator deb atab masxara qilishardi. Jismoniy tarbiya darsida hamma yigitlar maza qilib terlab futbol o'ynaganda, Begzod faqat zaxira o'rindiqda ularga havas va hasad bilan qarab, chetda termilib o'tirardi. Bu dars uning hayotidagi eng og'ir, eng yomon ko'radigan azobli vaqti edi. Bir kuni katta tanaffus vaqtida sinfdosh yigitlar hovlida qizg'in futbol o'ynashayotgandi. Sinfning eng bezori, kuchi ko'p bolasi Temur ataylab g'araz niyatda qattiq to'pni uzoqdan Begzod tomonga bor kuchi bilan tepdi. To'p juda tez uchib kelib, Begzodning bexos turgan protez oyog'iga qattiq tegdi va muvozanatini yo'qotgan Begzod yerga chalqancha yiqilib tushdi. Butun stadiondagi bolalar qah-qah urib kulib yuborishdi. Ana, bizning qahramon Temur odam yana quladi. Zanglab qolibdi-ku. Moylab turish kerak shekilli buni. Bolalar. Begzod jim turmadi. U o'rnidan chaqqonlik bilan turdi. Uning ko'zlarida yosh emas, aksincha, qaynagan alam va kuchli g'azab olovi yonib turardi. Nega kulasan mending? Nimami? Urmoqchimisan endi meni, ey choloq? Temur mensimay uning oldiga kelib, ko'kragidan qattiq itarib yubordi. Begzod yana muvozanatini yo'qotdi. Biroq bu safar yiqilmadi. O'zini o'milab qoldi. U o'zida bor jamiki kuchi va alami bilan oldinga tashlanib, Temurning yuziga kallasining o'rta qismi bilan shunday kuchli zarba berdiki, Temurning burnidan qip-qizil qon fontan bo'lib otilib ketdi. 2 yosh bola chang to'zonda aysiz olishib ketdi. Begzod so'g'lon va chaqqon boladek epchil bo'lmasa ham, uning ichida yillar davomida yig'ilgan cheksiz alam va adolatsizlik hissi unga yovvoyi kuch bergandi. U o'zidan yirik Temurni yerga bosib, yoqasidan ushlab bo'g'ib boshladi. Men choloq emasman, eshitdingmi? Men choloq emasman, iflos. O'qituvchilar va qorovullar yugurib kelib, qon talash bo'lgan bolalarni bir-biridan zo'rg'a ajratib olishdi. Darhol Nilufarni ishdan maktabga chaqirtirishdi. Maktab direktorining sovuq va qat'iy xonasida Begzod usti-botkir. Yoqalari yirtilgan, pastki labi yorilib qongan holda turardi. Lekin ko'zlari mag'rur yonib turardi. Sizning o'g'lingiz qandaydir arzimagan hozilni deb sinfdoshining burnini ayovsiz sindirib qo'ydi, dedi direktor qo'llarini stolga urib asabiylashib. Bu ochiqchasiga bezorlik va jinoyat. Men uni maktabdan chetlashtirishga majburman. Nilufar xotirjamlik bilan Begzodga qaradi. Bolam, nega uni urding? Ular hammasi mening ustimdan kulishdi. Mening ojiz oyog'imni ataylab tepishdi. Nilufar direktorga yuzlandi. Uning ovozida temirdek qat'iyat bor edi. Eshitdingizmi, o'rtoq direktor? Sizning shunday obro'li maktabingizdagi bolalar oddiy nogiron bolani ochiqchasiga kamsitishgan, masxara qilishgan. Mening murg'ak o'g'lim esa shunchaki o'z obro'sini, o'z qadr-qimmatini himoya qildi. Erkaklardek ish qildi va men u bilan faqat faxrlanaman. Agar sizning maktabingizda bolalarga hurmat, tarbiya, tenglik bo'lmasa, unda o'zimiz ertaga hujjatlarimizni olib, boshqa, munosibroq maktabga ketamiz. Nilufar shunday deb Begzodning qo'lidan qattiq ushlab ko'chaga, mashina tomonga olib chiqdi. Mashinada uyga ketayotganda ancha vaqt Begzod jim, o'ychan o'tirdi. Keyin u to'satdan hech kutilmaganda so'radi. Oyi, u allaqachon bir necha yillardan beri Nilufarni shunday chaqirardi, unga qattiq bog'langandi. Mening haqiqiy o'z oyim qayerda hozir?
Nilufar bu savoldan qalovlanib, rulni ushlagan qo'llari titrab ketdi. Tormozni bosdi. U yillar davomida bu kundan, shu mudhish savoldan o'lgudek qo'rqardi. Nega bugun aynan shu haqida so'rab qolding, bolam? Bugun maktabda urushganimda o'sha Temur menga aytdi. Seni o'z oying Axlatday vokzalda tashlab ketgan. Oshishing uchun. Hozir o'zi esa qamoqda, panjara ortida o'tiribdi. Sen yetimsan dedi. Bu rostmi, oyi? U rostdan qamoqdami? Nilufar mashinani asta yo'l chetiga olib to'xtatdi. Chuqur tin oldi. Hammasini boricha aytish vaqti, soati kelgandi. Endi aldashning, yashirishning hech qanday foydasi ham, iloji ham yo'q edi. Nilufar Begzodning qo'lini o'z qo'llariga oldi. Bu juda murakkab tarix, Zotjon. Ha, Temur qisman to'g'ri aytibdi. Sening o'z oying hozir qamoq jazosini o'tayapti. Lekin u seni u yerda tashlab ketgan mudhish kunda o'zi ham ruhiy jihatdan juda og'ir ahvolda, zulm ostida edi. O'gay otangdan qo'rqqan. U adashdi, katta, mudhish xato qildi. U o'z bolasini oyozda, ochiq havoda sovuqda qoldirdi-ku. Uning shu xatosi tufayli mening umrbod oyog'im yo'q. Begzodning ko'zlaridan zardobli yoshlar tirqirab, yuzini yuvib ketdi. Men uni butun umrimga yomon ko'raman, nafratlanaman. Men uni hech qachon ko'rishni xohlamayman. Nilufar uni qattiq quchoqlab, yoshlarini artdi. Bilaman, bolam. Sening bunday g'azablanishga, nafratlanishga to'liq va mutlaq haqqing bor. Bu sening huquqing. Lekin hayot ba'zan kutilmagan bo'ladi. Uning jazo muddati tugagan. U yaqin kunlarda ozodlikka chiqadi. Begzod qotib qoldi. Nafasi bo'g'ildi. Chiqadimi? Ozod bo'ladimi? U menga nima qiladi? Endi meni sizning oldingizdan olib ketgani keladimi? Buni men aniq bilmayman, bolam. Lekin ertami kechmi, sen uni o'z ko'zing bilan ko'rishingga, u bilan yuzlashib, o'z tanlovingni qilishingga to'g'ri keladi. Haj ozodlik. Zang'ota ayollar qamoqxonasining og'ir zanglagan temir darvozasi dahshatli g'ichirlab ochildi. Tashqariga, erkinlik olamiga qadami qaltirab, Shahnoza chiqdi. Oradan bo'yiga 4 yil muddat o'tgan bo'lsa-da, tashqi ko'rinishdan u xuddi 40 yil buza zax qamoqda o'rganga o'xshardi. Ilgari qop-qora sochlari paxtadek oppoq oqargan, yuzini chuqur ajinlar bosgan, oldingi tishlari to'kilib ketgan, mungli va qarib qolgan ayolga aylangandi. Uning qo'lida faqatgina kichkina, arzon selofan xalti bor edi. Xalta ichida ozodlik hujjati bo'lgan pasporti va o'sha qamoqda kechalari yig'lab to'qigan kichkina, rangi o'chgan jun paypoqlari. Darvoza oldida uni hech kimsa kutib olmadi. Na biror uzoq qarindoshi, na sobiq do'sti. Faqat tabiatning yig'lamsiraydigan, mayda kuzgi yomg'iri uning yuziga urilib, go'yo "Xush kelding yolg'iz va gunohkor ayol" degandek yuzlarini yuvar edi. Shahnoza chuqur nafas oldi. Ozodlikning havosi. Lekin bu musaffo havo uning qaqragan tomog'ini yondirib, kuydirib yubordi. Men endi qayerga boraman? Uning hayotida faqat bitta yagona dard va maqsad qolgandi. O'z yagona o'g'li Begzodni oxirgi marta bo'lsa-da tirik ko'rish. Undan kechirim so'ramasa ham jamolini ko'rish. U bekandan avtobusga o'tirdi va hayajonlanib to'g'ri Toshkent Shimoliy vokzaliga bordi. Ha, o'sha la'nati vokzal. Ularning butun fojia va dahshati boshlangan o'sha sovuq joy. Shahnoza xotiralarida qolgan o'sha mash'um chekkadagi temir o'rindiqni topib bordi. Hozir o'rindiq butunlay bo'yoq yetimdek turardi. U xuddi eng aziz odamini ko'rgandek o'rindiqqa o'tirdi va muzdek temir yerni qo'llari bilan yig'lab siladi. Begzod, ko'ra ko'zim, sen xuddi shu yerda, uzoq kutib, umid bilan muzlab qolgandingga men, la'nati pastkash ona esa qo'rqoqlik qilib o'zimga issiq jon qidirib qochib ketgandim. U vokzalda kun botguncha uzoq o'tirdi, yig'ladi. Ertasi kuni Shahnoza surishtirib Begzod o'qiydigan maktabni zo'rg'a topib keldi. Darsning tugashini bildiruvchi qo'ng'iroq chalindi. Maktabning katta temir darvozasidan yuzlab shovqin surolli o'quvchilar, bolalar yugurib chiqa boshlashdi. Shahnoza darvoza qarshisidagi katta chinor daraxtning panasiga berkib turdi. Bir payt darvozadan Begzod chiqib keldi. Shahnoza o'nlab bolalar orasidan uni bir lahzada darrov yuragi jiz etib tanidi. U qanday katta yigit bo'libdi, bo'yi cho'zilgan, yelkasi kengaygan.
Egnida top-toza oppoq ko'ylak va qimmatbaho kostyum, orqasida esa chiroyli zamonaviy ruksak osig'liq turardi. Lekin Shahnozaning ko'zi faqatgina va faqatgina bir narsaga, yerga, uning oyoqlariga tushdi. Uning yurishiga qarab qotib qoldi. Begzod har qadamda chuqur, og'ir oqsoqlanib yurardi. Har bir qadam bosganda butun tanasi chap tomoniga og'ib, silkinib ketardi. Uning bu har qadami, bu oqsoqligi Shahnozaning mutlaq gunohi edi. Bu uning onalik xiyonatining har kuni ko'rinib turadigan tirik va dahshatli isboti edi. Begzodning yoniga shu payt uzoqroqdan, yuzida chiroyli tabassum bilan, chiroyli kiyingan yosh ayol yugurib keldi. Bu Nilufar edi. Nilufar Begzodning og'ir sumkasini qo'lidan olib oldi. Shamol to'zg'itgan sochlarini onalik mehr bilan to'g'rilab qo'ydi va unga qandaydir hazil gap aytib kuldirib, o'z mashinasi tomon yetakladi. Begzod Nilufarning ko'zlariga qarab, shunday cheksiz mehr, chinakam farzandlik muhabbati bilan jilmayib boqdiki, Shahnoza daraxt ortida turib bu nigohni, bu sof baxtni ko'rib ich-ichidan butunlay sinib, yuragi to'xtab qolgandek bo'ldi. U tushundi. U endi bu hayotda Begzod uchun butunlay begona, o'lik bir inson edi. U qaltiroq qo'llari bilan xaltasidagi o'zi to'qigan paypoqlarni yuziga bosib, ovoz chiqarmasdan unsiz o'ng yig'ladi. Uning onalik mehri, afsusi, endi bu bolaga aslo kerak emasdi. Umuman kerak emas. Chunki eng qahraton va qora tunlarda muzlagan yurakni kechikib kelgan bahor quyoshi hech qachon isitita olmasdi. Hech qachon. E'tiboringiz uchun rahmat. Qissadan o'zingizga kerakli xulosani chiqardingiz degan umiddamiz.